dostlar, yaxşımısızlar? Yeni köyümüz, yeni sallarımız arqılıq sizler üçün mənəvi zoq berib keliyotqan sabah köy programımız yeni sizler üçün xizmətdə. Mən riyasətçi dostunlar Nazgül Tursuncan. Huzurunlarda bulatqını Eksan kiyim keçək şirketi tajdarlığını alğan Şinjan Sabah Mədəniyyət Tarqıtı Çək şirketi işləp huzurunlarda sunuvatqan sabah köy programımızı. Ayal külsə bahar kelidu deydi. Bugün Həmmimizni küldürüp ve özleri külüp, bana şu baharını başlap işki çıraylık sabah köyümüzge mehman bop kepti. Karışalımız. Salam Nazgül. Oy rahmet. Əmsəh ekrandaki dostlarım bir salamına yol etiyamasanlar. Ekran aldıdaki körürmenler, ben Dilara Abdüşkür'den həmmanlağa sığınıp salam. Sabah köyleri programımızın aziz görürmenleri həmmanlağa naqşı dostunlar gülgine molametten otluq salam. Karışalımız çıkanlar bir ucup bulup, Qayaqlardan kelişanlar, qayaqa balmaqçı desem. Bugünkü səknimizge birci bop kepsizlar. Qani bir sebebini bir anlap baxsam. Bu bir çıraylık degen temadagi naqsha. Bu naqshani bir o'g'il bola bilan bir qiz o'rinlasa deb shuna tayyorlik qilgan naqsh ekanda ijodiyatchilar. Lekin endi men bu naqshni qo'lim olgandan keyin uqmayman, bir xil qiz bola bilan aytqim keldi. Bir qiz naqshi bo'lgan bo'lsa yaxshi bo'ladi ekan to'q. Desem şuna buldu. Çıraylı kızlarımı da oyla. Çıraylı kızlarını bir oyladım. Oylab to'xta Gülgine bilan ham ko'nglim yaxshi, yaqin. Özüm ko'ngli yamanlığı yo'q. Özünün ko'ngli yaxshi, mijoz tuz. Axloqli yaxshi qiz, mush qizni tanlayjimi deb. Yine bu hamroh qildim shuning bilan bu naqshini. Andan buning birinchi, ikkinchi misralari ham shu qizil aytadigan, 3-4-inchisi o'g'il aytadigan men aytib qoptiman-da. Şunlar bir tərifləb qilish vəqəsi. Tərifləb qilish vəqəsi yüz berdi bir yerdə. Şunun bilan bir güzel naqsha hamkorlik bilan o'tirg'i chiqibdi da. Gülgine sizga o'zingizga tushdimi bu naqsha? Bu naqshini anlaganda men bek yaxshi ko'rdim. Eng xo'sh bo'lgan yerim başdan axir boshlangandilar. Dilara her bir naqshining misrasida sendek chiroyliq deb aytdi. Ondan men kelib mendek chiroyliq deb aytib olaman. Bir xo'shalmanlik ishga bu, ha? Başdan axir maqtalib ham o'zimni maqtab aytgandek bo'ldi. Mening aytadigan yerim, erlarning aytadigan yeri. Chunki sen sendek chiroyliq deverme. Bu mu mendek chiroyliq deverme. Ha, bo'pti, ishqinglar birlashib chiroyliq ayollarni, chiroyli xonim qizlarni maqtayotgandinglar. Endi bir-biringlarni maqtabsizlar. Atgan endi men chiroyliq deb bir naqsh chiqsa endi. Nazgul chiroyliq deb bir qo'shilsak rasmiy. Bak yaxshi bo'pti. Menimcha nurg'un do'stlarimiz hozir bu chiroyliqlar aytgan chiroyliq degan naqsha zodi qandaqdi deb anglag'is kelib ketdi. Oldi bilan bir anglaytaylikmi? Ma'qul. Qanamisa? Ömrüm kayaşı, otkaçdək yanıdı səndək çıraylı. Anarның danısı, talның sayısı, yarışar təbiyyətə səndək çıraylı. Çıraylıq, 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 yarışar təbiyyətə səndək çıraylı. Günlərinin zevqide bardır xəzinə, xulqumdun əndaz alğan günlər çıraylı. Hayatın üçün dildin, köyləb şadıman, bulbuldək sayrıgan ünlər çıraylı. Bulbuldək sayrıgan ünlər çıraylı. Çıraylıq, 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 yarışar təbiyyətə səndək çıraylı.
emas söygen chiroylik 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 yarishar tabiatga sendek chiroylik 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 yarishar tabiatga sendek chiroylik bulbuldek sayrıgan ünler chiroylik Qadrli do'stlar, huzuringizda bo'layotgan sabaki programmasi chiroyliklar ijrosidagi chiroylik degan naqshiga aqchan chiroylik usullar bilan boshlab tushib ketdinglar deb o'yladim. Biz bu yerda anglab o'ltiramay qoldik. Haqiqatan bek chiroylik bir naqsh bo'pti. Bugungi bosh temamiz shu chiroylik bo'lib ketdi-endi. Ekran oldida turib, shu programmamizni ko'rayotgan, naqshlarimizni anglayotgan do'stlarmo, bugungi bir kunini chiroylik naqshi bilan chiroylik boshlag'isi. Sizlarning xabaringlarda bor har san programmamizning korxonchilarimiz butun kuchi bilan qo'llab kelyotdi. Bu sanimizni Ehson kiyim-kechak shirkati alayda qo'lladi. Shu munosabat bilan shu Ehson kiyimlarda yana qanday kiyimlar bor ekan degan do'stlarimizning savoliga bir javob bersam, Ehson kiyimchiligida yana do'stlar xurum mahsulotlar bor ekan. Masalan, sizlar xurum deb boshlanadigan qishlik, kuzlik xurum chapallar, xurum oyoqlar, xurum kamar, xurum portmal, xurum sumka, xurum chamdan qatorliq mushtaq oliy sifatli xurum materiallardan ishlangan har xil mahsulotlar bor. Demak, aranj kiyimga munosabatlik har xil kiyim-kechak turlarining hammasi intayin to'liq. Amsa Ehson kiyimlarini bir tushunib baqay degan do'stlar, shu programmamiz orqali aloqalashib, sinab ko'rishinglarni, kiyib beqishinglarni umid qilamiz. Endi ishqinglarga shu ayolcha kiyim tayyorligimiz bordi. Lekin Ehson shirkatining shu erlar uchun ishlangan kiyimlari bek nafis, bek chiroyli chiqibdi. Uydagi dadalarimizga ag'ash ketamdiq. Qaynamsa qabul qilgan bo'lsanglar. Rahmat. Sabah kuyini qo'llagan Ehson kiyimchiligiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Ishlaringlar texmo ronaq topqay. Rahmat. Ehson kiyimchiligining buningdan keyingi ishlarining taraqqiyotiga texmo zo'r utuq tilaymiz. Rahmat. Rahmat. Bu bir juplaninki chiroyli naqshlarda bek hozirlandik. Bunda hamkorlik bo'lsa, bek chiroyli bo'lgan. Sizlarga rahmat. Rahmat. Sizga rahmat. Yana yangi kuylar orqali sabah kuyimizga kelishinglarni, mehmon bo'lishinglarni umid qilaman. Yana chiroyli damlarda ko'rishaylik. Qadrli do'stlar, Shinjang Sabah madaniyat tarixi shirkati ishlagan Ehson kiyim-kechak shirkati tajdorligini olgan bu sanimiz chiroyli damlarda oxirlash oldi turadi. Atk sonlarimizning mazmunlari texim sarxil. At ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. chiroylik chiroylik emas söygen chiroylik 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 emas söygen chiroylik 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 yarışar tabiatga sendek chiroylik 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 yarışar tabiatga sendek chiroylik